Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa hozir Xorazm Urganchdamiz. Yangi obyektimizda ham xudo xolasa mana termometr ishlarimizni yakunlab bo'ldik. Ushbu termometrlarimiz Namangan Chuskan ko'rsatuviniki. Razmerlari 30 ga 120 lik bo'ladi. Usti chetidagi palasalarigacha to'liq holatda polirovka bo'lgan bo'ladi. Bemalol buni suv bilan ham yuvsa bo'laveradi, arsa ham tozalasa ham bo'laveradi. Yagalarimiz penoplastdan usti armirovkali bo'ladi. Bularni ustidan ham travertin berib laklab berganmiz. Endi agar bitta ko'raman desa, suvda yuvib ko'rsatamiz. Mana bemalol oynalarga qo'shib tiyaga panellarimizga mana shunday yuvib olsa bo'laveradi. Sababi tiyagalarimiz ustidan lak berilgan. Panellarimiz o'zi qayta quyilgan ekan, tabiiy toshdan. Eron semendan bo'ladi, shunday bemalol yuvsa bo'laveradi. Suv tekkaniga rang o'zgarishi mumkin, lekin 15 minutda qurib yana o'zining holatiga ketib qolaveradi. Biz joyda hozirgacha ham bir necha marta yuvdik. Chunki chang boshqa bo'lganligi uchun yuvib tozalab qo'ydik. Ularga ko'rsatishga mana qaytadan yuvyapmiz. Asosiysi panellarimizda har birini mana shunday beklarni germetiklarab chiqqanmiz. Chokadan ichiga suv kirib, tepaga monmoq chiqarmaslik uchun. O'sha uchun bemalol mana yuvsa bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar.